2027 yilgi Kia Sonet ixcham suv segmentida zamonaviy dizayn, tejamkor dvigatellar, boy texnologiyalar va xavfsizlik tizimlarini birlashtirgan avtomobil sifatida katta qiziqish uyg'otmoqda. Hozircha 2027 Sonet uchun barcha bozorlar bo'yicha yakuniy texnik ma'lumotlar rasman tasdiqlangan emas. Shuning uchun quyidagi tavsif Kianing eng so'nggi Sonet ma'lumotlari va mavjud jihozlar asosida tayyorlangan. Kianing amaldagi Sonet versiyasi 1,2 litrli benzin, 1,6 litrli turbobenzin va 1,5 litrli dizel dvigatellari bilan taklif qilinadi. Tashqi ko'rinishdan boshlasak, 2027 Kia Sonet sportiv va agressiv xarakterini yanada kuchaytirishi kutiladi. Old qismida zamonaviy Kia uslubidagi radiator panjarasi, Star Map LED kunduzgi chiroqlari, zamonaviy faralar va qayta ishlangan bamper avtomobilga premium ko'rinish beradi. Yon tomondagi keskin chiziqlar, keng qanotlar, tom relslari va zamonaviy yengil qotishmali disklar Sonetning kichik suv bo'lsa ham ancha jiddiy ko'rinishiga yordam beradi. Amaldagi modelda 16 dyumli kristal chut alloy gildiraklar va 215/60/16 shinalar mavjud. O'lchamlari bo'yicha Sonet ixcham shahar suvi sifatida juda qulay. Amaldagi texnik ma'lumotlarda uzunligi taxminan 3995, tort 120 mm, kengligi 1790 mm, gildirak bazasi 2500 mm atrofida ko'rsatilgan. Ayrim bozorlarda clearance 205 mgacha yetadi, bagaj hajmi esa 385 litrni tashkil qiladi. Bu ko'rsatkichlar O'zbekiston shahar ko'chalari, notekis yo'llar va oilaviy foydalanish uchun yaxshi muvozanat beradi. Kaput ostida eng qiziqarli jihatlardan biri dvigatel tanlovidir. Kianing hozirgi Sonetida 1,2 litrli SmartStrium benzin dvigateli 83 ps va 115 Nm, 1,6 litrli turbo dvigatel 120 ps va 172 Nm, 1,5 litrli TDV dizel esa 116 ps va 250 Nm ishlab chiqaradi. Transmissiya variantlari orasida 5 pogonali mexanik, 6 pogonali int, 7 pogonali DIT, 6 pogonali mexanik va 6 pogonali avtomat mavjud. 2027 modelda aynan qaysi dvigatel va transmissiyalar O'zbekiston bozoriga chiqishi hozircha rasmiy tasdiqlanmagan. Shuning uchun aniq quvvat, yoqilgi sarfi va narxni yakuniy mahalliy spetsifikatsiya e'lon qilingandan keyin baholash to'g'ri bo'ladi.